atrofimizni barg qismidan to'qishni boshlaymiz. Bu yerda men 3 ta barg qilganman. Sizlar o'zingizlar xohishingizga qarab 2 ta yoki bitta ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. 2 ta mana shunaqa ko'rinadi. Atrofni o'ziga nisbatan barglar juda katta bo'lib ketadi desanglar, 2 ta yoki bitta dona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bitta qilmoqchi bo'lsanglar 30 sm ip sim kesib olamiz. Agar ikkita qiladigan bo'lsak, bitta 30 sm va bitta 22 sm kesib olamiz. Agar 3 ta qiladigan bo'lsak, ikkita 22 sm va bitta uzun 30 sm kesib olamiz. 30 dan ko'proq bo'lsa ham bo'laveradi, lekin kam bo'lmaslik kerak. Kesib olgan simimizni o'rtasidan qattiq emas, sekingina bukamiz. O'rta sentrni bilib olish uchun o'zimiz uchun belgilab qo'yamiz. Mana shu bargimizni tepasida 3 tomonda turadi. Endi to'qishga o'tamiz. 12 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ta. Endi kurchokdan ikkinchi zanjirimizga naketsiz ustuncha. Undan keyin yarim naketli ustuncha. Endi 7 ta naketli ustuncha to'qiymiz. Naketli 1 2 3 4 5 6 va 7. Ikkita zanjirimiz olti qoldi. Bitta yarim naketli to'qiymiz. Undan keyin bitta naketsiz ustunchalardan ko'paytirish qilamiz. 1 2. Endi zanjirimizning bu tomoniga ko'paytirish qilgan joyimizning bu tomoniga bitta naketsiz to'qiymiz. Mana shu ip o'rtada qolib ketishi kerak. 1. Mana ip o'rtada qoldi. Yarim naketli ustuncha. Keyin bitta. 7 ta naketli ustuncha. 1 2 3 4 5 6 7. Yarim naketli ustuncha va bitta naketsiz ustuncha. Birinchi qatorimizni to'qib bo'ldik. Endi ikkinchi va oxirgi qatorga o'tamiz. Bitta zanjir olamiz. Undan keyin boshi naketsiz to'qigan joyimizga bu yoqdan endi simni qo'yib naketsiz ustuncha to'qiymiz. Sim qo'yilgan holatda to'qiymiz. Bitta naketsiz ustuncha. Ikkita zanjir. 1 2. Keyingi petlamizga, keyingi zanjirimizga yarim naket to'qigan joyimizga naketsiz ustuncha. Yana ikkita zanjir. Naketsiz ustuncha keyingisiga. Petelka tashlaymiz orasida. Ikkita zanjir. Yana naketsiz. Ikkita zanjir naketsiz, ikkita zanjir naketsiz qilib davom ettirib ketaveramiz. Yana 1 2 ta naketsiz. 1 2 naketsiz. Qatorimizni oxirigacha. Qatorimizni oxirigacha to'qib bo'ldik. Endi bitta birlashtiruvchi ustuncha qilib bitta zanjir olamiz. Shu bilan ipni uzunroq qilib qoldiramiz. Bu yoqqa bundoq o'raydigan yetadigan darajada qilib ip qoldiramiz. Simini burib qo'yamiz. Tortmasdan buraymiz faqat. Bu yoqdan bundoq tortib, bu yoqni garmosh qilib yig'ib qo'yishimiz kerak emas. Buni bo'sh qo'yib o'rab boshlaymiz simimizni. Agar bu o'rtada turadigan mana shu yaprog'imiz bo'lsa, ko'p o'raymiz. Azincha o'rab, undan keyin boshqa
atirgulimizni bargini qo'shib yana bu yerga o'rab ketamiz. Где-то 1 yoki 2 santimetr o'rab qo'ysak bo'ladi. Qolgan qismi qolishi kerak. Shu bilan bo'ldi. Endi biz gulimizni o'ziga o'tamiz. Bu yerda men qizil ip ishlatganman. Endi pushti ipdan to'qiyman. Xohlagan ranglarni olsanglar bo'ladi. Bemalol. 53 ta zanjir olishimiz kerak. 53 ta olib bo'ldim zanjirni. Endi keyingi qatorimizda ikkinchi zanjirdan boshlab naketsiz ustuncha to'qishni boshlaymiz. 1 2 52 ta naketsiz ustuncha to'qiymiz qator oxirigacha. 3-qatorni boshlaymiz. 3 ta zanjir olamiz. Bu bizning tepaga ko'tarib olish zanjirimiz edi. Endi yana 2 ta zanjir olamiz. Va naketli ustuncha bilan xuddi mana shu hozirgi oxirgi to'qigan joyimizga naketli ustuncha to'qiymiz. 3 ta podyom petlyasi, 3 ta zanjirimiz tepaga chiqish uchun orada 2 ta zanjir, undan keyin xuddi mana shu hozirgi oxirgi to'qigan joyimizga naketli ustuncha. Endi bitta zanjir tashlab orada keyingisiga naketli ustuncha. 2 ta zanjir 1 2 va yana xuddi shu joyga naketli ustuncha. Bitta zanjir tashlaymiz, keyingisiga naketli ustuncha. 2 ta zanjir 1 2 yana xuddi shu joyga naketli ustuncha. Shu ko'rinishda oxirigacha davom etib ketamiz. Oxirgi qolib ketgan bitta petlarga naketli ustuncha to'qardim. Endi keyingi qatorimizda 3-qatorimizda bitta zanjir olib, mana shu o'rtadagi 2 ta zanjir olgan joyimizdan pastiga mana shu ichkari joyga 2 ta naketli ustuncha to'qiymiz. Mana shu yerga kiraman, o'rtasiga 1 2 2 ta zanjir va yana xuddi mana shu joyga yana 2 ta naketli ustuncha. 1 2 shu ko'rinishda. Endi bu yerda 2 ta naketli ustunchamizning orasiga bitta birlashtiruvchi ustuncha to'qaramiz. Undan keyingi yana mana shu joyga 2 ta naketli ustuncha. 1 2 2 ta zanjir. Yana xuddi shu joyga 2 ta naketli ustuncha. Undan keyin bu yerga kirib birlashtiruvchi ustuncha to'qiymiz. Yana bu yerga 2 ta naketli, 2 ta zanjir, 2 ta naketli birlashtiruvchi ustuncha va shu yo'nalishda oxirigacha davom ettirib ketaveramiz. Qatorimizning oxiriga kelganimizda 2 ta zanjir olib, mana shu joyimizga zanjirimizning ichiga, o'rtadagi emas, zanjirimizning ichiga bitta birlashtiruvchi ustuncha qilib qo'yamiz. Bitta zanjir olib, ipni kesamiz. Ipni tortib qo'yamiz va shu bilan bo'ldi. Shu ko'rinishga kelish kerak ipimiz. Yana ipimizni almashtiramiz. Endi biz mana shu joyini to'qiymiz. Kaltso amigurumiga 5 ta naketsiz ustuncha olamiz. Kaltso amigurumi, bitta zanjir va 5 ta naketsiz ustuncha. 1 2 3
4, 5. Koltsoni qattiq yopib olamiz, chunki bu yerdan cho'plik o'tish kerak bo'ladi. Ikkinchi qatorimizda 5 ta ko'paytirish qilamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Uchinchi qatorimizda bitta nakatsiz, bitta ko'paytirishni 5 marta takrorlaymiz. Bitta nakatsiz, birinchi ko'paytirish. Nakatsiz, ikkinchi ko'paytirish. Nakatsiz, uchinchi ko'paytirish. Nakatsiz, to'rtinchi ko'paytirish. Nakatsiz, oxiri 5-chi ko'paytirish. Birlashtirish ustunchada qo'yamiz. Endi keyingi qatorda mana shunaqa oyoqchalar chiqarishni boshlaymiz. 8 ta zanjir olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikkinchi kurchokdan ikkinchi zanjirimizga 2 ta nakatsiz ustuncha, bitta nakatsiz ustuncha, undan keyingi zanjirimizga ikkinchi nakatsiz ustuncha. 2 ta yarim naketli ustuncha. 1, 2. 3 ta naketli ustuncha. 1, 2 va uchinchisini to'qotganimizda kurchogimizda 3 ta petli bo'ladi. Bu yerdan olib ikkitasini o'tkazamiz. Undan keyin bu yoqda dumolog'imizda bitta petelka tashab, undan keyingisiga kirib, petli olib chiqib, mana shu petlani bu ikkalasini o'tkazib yuboramiz. Endi keyingi petlamizga, keyingi zanjirimizga birlashtiruvchi ustuncha qilamiz. Yana 8 ta zanjir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ta nakatsiz ustuncha. 2 ta yarim naketli va 3 ta naketli ustuncha. 1, 2. Uchinchisini to'qotganimizda yarmiga kelib, ikkitasidan o'tkazib, ya'ni bu yoqda ikkita qolganda bu yoqdan bitta zanjir tashab, keyingisiga kiramiz. Petli olib chiqamiz. Mana shu hozirgi olib chiqqan petlamizni bu ikkitasidan o'tkazib yuboramiz. Keyingi zanjirimizga birlashtiruvchi ustuncha. 2 ta bo'ldi, jami 5 ta bo'lish kerak. Keyin oxiriga kelganimizdan keyin bitta zanjir olib, ipni uzamiz. Bu yuluchamiz ham tayyor bo'ldi.